Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Biz sizlar bilan huquqiy savodxonlikni oshirish bo'yicha darslarimizni davom ettiramiz va bugungi mavzu juda ham qiziq mavzu va mavzuning nomi qonunlar va normativ huquqiy hujjatlarning mohiyati, mazmun mohiyati. Kelinglar shu haqida gaplashamiz. Bugun sizlar bilan qonun va konstitutsiya nima, normativ huquqiy hujjatlar deganda nima tushuniladi, ularning qanaqangi turlari bor, qonun ijodkorligini jarayoni, qonun ishlab chiqish jarayoni, ya'ni A tochkadan qanaqa qonun ishlab yaratiladi va qanaqa qilib bu qabul qilinadi, qanaqangi etaplarda o'tadi. Qonunchilik tashabbusi huquqi va normativ huquqiy hujjatlar xususiyatlari haqida gaplashamiz. Demak, boshladik. Do'stlar, birinchi navbatda konstitutsiyadan boshlaymiz, chunki konstitutsiya bu O'zbekistondagi davlatning eng asosiy, eng seryozni qonuni bo'lib, davlat tuzilishini belgilovchi, qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyat organlarining shakllanishini tartibga soluvchi, O'zbekistondagi saylov tizimi, demak, O'zbekistondagi haligi prokuratura organlarini faoliyatini ko'rsatib o'tilgan konstitutsiyada fuqarolarning huquq va majburiyatlarini belgilab beruvchi normativ huquqiy hujjat hisoblanadi. Konstitutsiya oliy yuridik kuchga ega bo'lib, eng katta, eng tepada turadigan normativ huquqiy hujjat oliy yuridik kuchga ega bo'lib, davlatning butun hududida qo'llaniladi, ya'ni O'zbekiston hududida butun viloyatlar butun respublika hududida qo'llaniladi va O'zbekiston Respublikasining qonunlari, boshqa normativ huquqiy hujjatlari, O'zbekistondagi jamiki bor любой hujjat aynan o'sha konstitutsiyaga muvofiq bo'lishi kerak, konstitutsiya asosida va uni amalga oshirish maqsadida qabul qilinadi. Agar ular konstitutsiyaga zid bo'lsa, demak ular qabul qilinmaydi. O'shaning uchun konstitutsiya bu eng seryozni va eng kuchli qonun hisoblanadi O'zbekiston Respublikasi. Endi do'stlar, qonunni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Demak, qonun bu O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis tomonidan yoki xalq tomonidan referendum yo'li bilan qabul qilinadigan va eng muhim va barqaror ma'lum bir ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi u ham bir normativ huquqiy hujjat. U ham oliy yuridik kuchga ega va davlat tomonidan majburlash choralarini qo'llash imkoniyati bilan ta'minlanadi. Ya'ni qonunlar u yoki bu huquqiy munosabatlarni tartibga solib, qandaydir bir qoidalar belgilaydi. Bizning respublikada, bizning xalq tomonidan o'zini yurish tutishi, u yoki bu narsalarni taqiqlashi mumkin yoki bir yangi bir возможностьlarni, ya'ni imkoniyatlarni ochib berishi mumkin. Demak, qonun o'sha huquqiy munosabatlarni tartibga soluvchi bir hujjat hisoblanadi, oddiy tilda tushuntirganda. Endi normativ huquqiy hujjatlar qonunchilik hujjatlariga bo'linib, ular O'zbekiston Respublikasidagi butun qonunchilikni tashkil qiladi. O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlari hamda qonun osti hujjatlariga bo'linadi. Qonunchilik hujjatlari deganda bu konstitutsiya bo'ladi, birinchi navbatda O'zbekiston Respublikasi qonunlari bo'ladi. Demak, Oliy Majlis palatalarining qarorlari bo'ladi. Undan tashqari, deylik, keyingisi bu qonun osti hujjatlar. Qonun osti hujjatlariga nimalar kiradi? Qonun osti hujjatlariga O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmonlari, qarorlari kiradi. Undan keyin O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari kiradi. Vazirlik, davlat qo'mitalari, agentliklari, boshqa bir idoralarning buyruqlari va qarorlari ham o'sha qonun osti hujjatlariga kiradi. Bundan tashqari, o'sha mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarorlari ham aynan o'sha qonun osti hujjatlariga kiradi. Endi do'stlar, O'zbekiston Respublikasidagi qonunlar konstitutsiyaviy qonunlar hamda kodekslar tarzida qabul qilinishi mumkin. Konstitutsiyaviy qonunlar deganda o'sha u yoki bu faoliyati tartibga solinishi konstitutsiya darajasida belgilangan bo'lsa va o'sha organ haqida deylik birorta bir qonunlar tuzilsa, ertaga qonunlar qabul qilinsa, o'sha qonunlar konstitutsiyaviy qonun deb ataladi. Misol uchun, prokuratura organining faoliyati ning asosiy tamoyillari konstitutsiyada belgilab qo'yilgan. Lekin keyin o'sha batafsilroq yoritilgan faoliyati bu o'sha prokuratura to'g'risidagi qonunda qabul qilingan. Aynan o'sha prokuratura to'g'risidagi qonun konstitutsiyaviy qonun deb ataladi. Chunki prokuraturaning statusi, prokuraturaning asosiy bir tamoyillari, asosiy bir faoliyatining yo'nalishlari o'sha konstitutsiya darajasida belgilab qo'yilgan. Bu mana konstitutsiyaviy qonunlar. Endi kodekslar. Kodeks bu ijtimoiy munosabatlarning ma'lum bir sohasini tartibga soluvchi huquqiy normalarni mujassamlashtirilgan, tizimlashtirilgan huquqiy hujjat. Ya'ni o'sha deylik sizlar munosabatlarni
mana qonunlar bor-ku, qonunlar bilan kodekslar bitta urovingda turadi. Demak, любой kodeks ham u yoki bu qonun bilan qabul qilinadi. Ya'ni deylik, jinoyat kodeksini tasdiqlash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni bo'ladi. Palonchi ham boshqa ekologik kodeksni tasdiqlovchi O'zbekiston Respublikasi qonuni bo'ladi. Ya'ni o'sha ma'lum bir sohadagi deylik huquqiy munosabatlarni tartibga soluvchi, demak, normalar mujassamlashtirilgan, tizimlashtirilgan bir huquqiy hujjat bo'ladi. Demak, dalshi normativ huquqiy hujjatlarning определенный turlari bor O'zbekiston Respublikasida. Bu narsa o'sha normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonunda ko'rsatib o'tilgan. Demak, birinchi navbatda o'sha boshda aytib o'tganimdek prioritet bor. Hozir spiskani sizlarga aytib o'taman. Men ekranda ham ko'rishlaring mumkin. Birinchi navbatda bu konstitutsiya turadi. Konstitutsiya bu eng oliy qonun va butun O'zbekistondagi barcha qonun hujjatlar konstitutsiyaga muvofiq bo'lishi kerak. U birinchida turadi, topda turadi. Undan keyingisi o'sha uroving bo'yicha, ya'ni yuridik kuchi bo'yicha bu O'zbekiston Respublikasi qonunlari turadi. O'zbekiston Respublikasi qonunlaridan keyin O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis palatalari qarorlari turadi. Undan keyin prezident farmonlari va qarorlari turadi. Ana undan keyin Vazirlar Mahkamasining qarorlari turadi. Vazirlar Mahkamasi qarorlaridan keyin vazirlik, davlat qo'mitalari, agentliklar va boshqa idoralarning qarorlari turadi. Turli xil inspeksiyalar bo'lishi mumkin, yetakdagi. Va eng oxirgi o'rinda mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarorlari turadi. Mana shu prioritet bo'yicha, yuridik kuchi bo'yicha spisak sizlarga ro'yxat. Demak, o'sha ro'yxatga asosan boshida konstitutsiya, oxirida mahalliy davlat organlarining qarorlari hisoblanadi. Endi do'stlar, mana qonunlarda normativ huquq hujjatlarning turlari haqida gaplashib oldik. Normativ huquq hujjat nimaligini tushundiringlar. Qonun, konstitutsiyaviy qonun, kodeks. Demak, ular nimalarni tartibga solishi, qanaqangi hujjatlar tartibga solish haqida tushuntirib, batafsil tushunchalar berib o'tdim. Endilikda sizlar bilan o'sha qonunlarni, deylik bitta qonun misolida qonunlar qanday paydo bo'lishi haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda qonun qanday paydo bo'lishi haqida gapirishdan oldin qonunchilik tashabbusi haqida so'zlab bermoqchiman. Demak, O'zbekistonda shu qonunchilik tashabbusi, qonunchilik tashabbuskori degan bir tushuncha bor. Qonunchilik tashabbusi huquqiga ega bo'lgan subyektlar bor. O subyektlar, ya'ni oddiy tilda tushuntirganimda hamma tashkilot ham, любой deylik, kasbiy sektordagi birorta firma yoki birorta bir любой tashkilot ham, bir bog'chami, maktabmi, birortasi o'tirib o'zidan o'zi qonun yaratib turib, qonunda o'rnatilgan tartibda kiritilmaydi tegishli idoraga. Ular prosta taklif berishi mumkin xolos, lekin celый qonun loyihani tayinlab turib ular kirita olmaydi. Nimaga? Chunki o'sha qonunlarni kiritish uchun qonunchilik tashabbuskori bo'lish kerak va qonunchilik tashabbusi huquqiga ega bo'lish kerak. Unaqangi subyektlar bizda 7 tagina xolos O'zbekiston Respublikasi hududida. Bu narsa konstitutsiyada ham ko'rsatib o'tilgan. Demak, birinchisi bu O'zbekiston Respublikasi prezidenti. O'zbekiston Respublikasi prezidenti o'zining administratsiyasi bilan bemalol qonun loyihasini ishlab chiqib, o'rnatilgan tartibda Oliy Majlisga kiritishi mumkin, ko'rib chiqishga. Keyingisi Qoraqalpog'iston Respublikasi Oliy davlat vakillik organi, bilasizlar, O'zbekiston Respublikasi hududida, demak, Qoraqalpog'iston Respublikasi bor. Qoraqalpog'iston Respublikasi любой payt o'zini xalqini, demak, ovoz berishiga asosan O'zbekiston Respublikasi hududidan bemalol chiqishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, Qoraqalpog'iston Respublikasi fuqarolari bir vaqtning o'zida O'zbekiston Respublikasi fuqarolari hisoblanadi. Va o'sha Qoraqalpog'iston Respublikasidagi Oliy davlat vakillik organining ham bemalol vakolati bor, o'sha qonun loyihasini ishlab chiqib O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasiga kiritishga. Demak, dalshi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasining deputatlari. Mana deputatlarda, o'sha Oliy Majlisda o'tirgan deputatlarda ham qonunchilik tashabbuskorligi, ya'ni qonunchilik tashabbusi huquqi bor. E'tibor beringlar, senatorlarda yo'q bunaqa huquq, senatda ishlaydigan, demak, gaz soqqan akalarda yo'q bunaqa huquq, lekin qonunchilik palatasining deputatlarida bor. Ya'ni 3-4 ta deputat yig'ilib turib, bemalol bitta qonun loyihasini ishlab chiqib, ular demak kiritishi mumkin qonunchilik palatasiga ko'rib chiqishga. Undan keyin Vazirlar Mahkamasi. Vazirlar Mahkamasi ham o'zini vazirlik idoralari bilan birgalikda bitta vazirlar, men o'tgan darslarda tushuntirganman. Vazirlar Mahkamasi deganda bitta o'sha Kabmin, o'shani mustaqillik ko'chadagi Kabmin nazarda tutilmaydi. Uni ichiga butun vazirlik va idoralar kirib ketadi. Demak, lekin u vazirlik idoralar o'zini o'sha kabinet ministri, ya'ni Vazirlar Mahkamasi orqali hujjatni kiritadi qonunchilik palatasiga. Undan keyin yana qonunchilik tashabbusi bu Konstitutsiyaviy sudda bor.
Oliy sudda bor va O'zbekiston Respublikasi bosh prokurorida bor. Ya'ni prokuratura organlari ham bemalol qonun hujjatlarini ishlab chiqib o'rnatilgan tartibda kiritishlari mumkin. Dalshi, demak do'stlar, endi qonunchilik tashabbuskori aniqlab oldik, ularni ro'yxatini. Endi deylik bitta misol tariqasida sizlar bilan bir qonun hujjati A tochkadan B tochkagacha qanaqa paydo bo'lishini ko'rib chiqamiz. Sizlarga misol tariqasida tushuntirib beraman. Mana misol uchun Innovatsiya vazirligi. Innovatsiya vazirligi misolni ko'rib chiqamiz. Innovatsiya vazirligi bir qonun loyihasini ishlab chiqdi. Innovatsiya vazirligida primoy qonunchilik tashabbusi yo'q. U primoy kiritilmaydi, qonunchilik palatasiga. Demak, Innovatsiya vazirligi qonun loyihasini ishlab chiqadi. Bu degani kompyuterda ochib turib, Innovatsiya vazirligidagi qaysidir departament, qaysidir boshqarmasini bir xodimi o'tirib, bitta odam o'tirib yozadi uni. Men o'zim ham ishlaganman davlat idoralarida, o'zim ham qonun loyihalari yozganman, qaror loyihalari tayyorlaganman. O'shaning uchun sizlarga o'zimni shaxsiy tajribam bilan bo'lishmoqchiman, qanaqangi proses davom etadi. Demak, o'tirib, mana yoziladi qonun loyiha. Yozilgandan keyin o'zi birinchi o'sha Innovatsiya vazirligining ichida hamma boshqarmalar ko'rib chiqib, hamma qo'l qo'ygandan keyin vazir yoki o'rinbosarning qo'li bilan spetsialniy tizim bor, onlayn platforma bor, qonun hujjatlari o'sha demak muhokama qilinadigan, qonun hujjatlari vazirlik idora bilan kelishiladigan bir onlayn platforma bor, davlat platformasi. Bu o'sha aynan vazirlik idoralarida ichida ishlaydigan platforma, hamma vazirlik idorada bor. O'sha platformaga joylashtiriladi qonun loyihasi. Innovatsiya vazirligining vazirini qo'li bilan yoki o'rinbosarning qo'li bilan. Va joylashtirilgandan keyin o'sha ishlab chiqilgan qonun loyihasi qaysi vazirlik idoraga taalluqli bo'lgan bo'lsa, ana o'sha vazirlik idoralari bilan kelishishga belgilanadi. O ketdi Moliya vazirligi, Iqtisodiyot vazirligi, kambag'allikni qisqartirish, ijtimoiy agentlik, ijtimoiy sohadagi agentlik, boshqa agentliklar, antikorrupsiya agentligi va hokazo bosh prokuratura hamma bir 4 ta 5 tadan bir 20 tagacha yetishi mumkin. Turli xil vazirlik idoralar hammasi belgilanadi, kiritiladi. Keyin vazirlik idoralarida ham muddati bo'ladi. Ular ko'rib chiqish kerak qonun loyihani, ma'lum bir muddatda ko'rib chiqib turib, agar kamchiligi bo'lsa, e'tirozi bo'lsa, ular o'sha e'tirozini ko'rsatib o'tish kerak. Ya'ni ko'rsatib, mana joydagi moddalarga biz qarshimiz, mana asoslarga asosan deb turib yozadi. Demak, hammadan yig'ib olingandan keyin o'sha kommentariyalar, izohlar yig'ib olingandan keyin o'sha izohlarga bir tablitsa qilib chiqiladi. Ya'ni Innovatsiya vazirligi u yoki bu tashkilot bergan kamchilikni, e'tirozni, izohni qabul qiladimi yoki qabul qilmaydimi? Qabul qilmasa, nimaga asoslanib qabul qilmaydi? Mana shunaqa narsani tayyorlagandan keyin, hamma vazirlik idoradan olib bo'lgandan keyin, demak, u vazirlik idoralarida ham javob xati, ya'ni platformadagi javob xati faqat vazir yoki vazirning o'rinbosarlari qo'li bilan keladi obratni. Utta o'zidan o'zi birorta bir xodimlar ko'rib chiqib turib qaytarib yubora olmaydi. Обязательно rahbariyatdan o'tadi u hujjat. Undan keyin deylik, hamma kommentariyalarni yig'ib bo'lgandan keyin qonun loyihasi deylik xalqni obsужденияsiga, ya'ni xalq muhokamasiga qo'yiladi. regulation.gov.uz saytiga, u ochiq sayt, o'tga kirib любой odam qonun loyihasini o'qib turib, qaysidir moddasi yoqmasa, o'sha yerga xohlagan kommentariyasini pожалуйста yozishi mumkin. Undan keyin o'sha Innovatsiya vazirligi bu qonun loyihasini, o'sha izohlarni qonun loyihaga berilgan ko'rib chiqishga majbur va o'sha izohlar agar to'g'ri keladigan bo'lsa, ularni qabul qilish kerak, to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, batafsil asoslantirib, asoslarni keltirib berish kerak. Ana undan olib bo'lgandan keyin, xalqning muhokamasidan keyin ham xalqdan izohlarni olib bo'lgandan keyin hujjat Adliya vazirligiga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun kiritiladi. Huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun Adliya vazirligiga kiritiladi. Adliya vazirligi ham kamchilik bo'lsa qaytaradi hujjatni. Agar kamchiligi bo'lmasa, hamma yoq bartaraf qilingan bo'lsa, hujjat pravo ekspertizadan, ya'ni huquqiy ekspertizadan o'tkaziladi va undan keyin hujjat Vazirlar Mahkamasiga kiritiladi. Vazirlar Mahkamasiga kiritilgandan keyin Vazirlar Mahkamasida ham tegishli komitetlar bor, o'zini apparati bor, har bitta bosh vazir o'rinbosarining slujbalari bor. Ana o'shalar ko'rib chiqib turib, hamma kelishgandan keyin, bosh vazirga taklif qilingandan keyin Vazirlar Mahkamasining prezidiumida bu masala ko'rib chiqiladi, ya'ni qonun loyihasi Oliy Majlisga kiritish, kiritmaslik masalasi. Ko'rib chiqilgandan keyin, ma'qullangandan keyin hujjat bosh vazirning imzosiga asosan Qonunchilik palatasiga kiritiladi qonun loyihasi. Shu Innovatsiya vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan qonun loyihasi.
Qonunchilik palatasiga kirgandan keyin kanselyariya orqali o'sha bilasizlar, Qonunchilik palatasida bir nechta komitetlar bor, sferalarga qarab, sohalarga qarab, ya'ni deylik sog'liqni saqlash bo'yicha komitet, ilm-fan bo'yicha komitet, harbiy mudofaa bo'yicha komitet va hokazo. Demak, innovatsiyaga taalluqli bo'lgan komitetga tushadi bu narsa. Komitet ko'rib chiqib turib, o'sha qonun loyihasini, keyin uni fraksiyalarga tayinlaydi. Keyin qonun loyihasi o'sha Qonunchilik palatasidagi fraksiyalar tomonidan ko'rib chiqiladi. Qani normallimi yo'qmi? Ya'ni Oliy Majlis Qonunchilik palatasini yig'ilishiga olib chiqsak bo'ladimi deb 150 ta deputat orasiga yoki yo'qmi degan masalani ko'rib chiqishadi. Hamma fraksiyalar ma'qullagandan keyin hujjat qonun loyihasi o'sha Qonunchilik palatasidagi deputatlarni umumiy yig'ilishiga olib chiqiladi. Umumiy yig'ilishda 3 ta o'qish bo'ladi. Birinchi o'qishda umuman bizga qonun kerakmi yoki yo'qmi degan masala ko'tariladi. Okey bo'lgandan keyin okey, agar kerak emas bo'lsa qaytariladi obratno, ya'ni Kabmin shu innovatsiya vazirligiga qaytarib yuboradi. Agar bo'ldi, okey degandan keyin ikkinchi o'qishda har bitta modda ko'rib chiqishadi. O'sha yerda mana innovatsiya vazirligidan ekspertlar chaqirishi mumkin, Kabmindan ekspertlar chaqirishi mumkin deputatlar, чтобы bizga tushuntirib beringlar deb savollari bo'lsa, savollarni berish uchun. Ikkinchi o'qishda ham ma'qullangandan keyin Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilinishi mumkin yoki agar ikkinchi o'qish yetarli bo'lmasa, uchinchi o'qishga qoldirib, uchinchi o'qishda qabul qilingandan keyin Qonunchilik palatasi tomonidan Senatga yuboriladi. Senatda ham xuddi shunaqa o'zining komitetlari bor, ko'rib chiqilgandan keyin Senatni rasmatreniyasiga qo'yiladi, ya'ni ko'rib chiqishga qo'yiladi senatorlar tomonidan. Senatorlar ko'rib chiqqandan keyin ana qonun hujjati O'zbekiston Respublikasi prezidentga jo'natiladi. Prezidentga jo'natiladi deganda prezident pochtasiga hech kim jo'natmaydi, ya'ni oddiy to'g'ri tushunmanglar. Prezident administratsiyasiga yuboriladi. Prezident administratsiyasi xodimlari, mas'ul departamentlari bor, xodimlari bor, maslahatchilari bor, hammasi ko'rib chiqqandan keyin qonun loyihasi prezidentga doklad qilinadi. Prezidentga tushuntiriladi. Prezident o'zi ko'rib chiqqandan keyin prezident yoki imzolaydi yoki kamchilik bo'lsa qaytaradi. Obratda yana Senatga, Senatdan Qonunchilik palatasiga, Qonunchilik palatadan Kabmindan yana o'sha innovatsiya vazirligiga. Agar prezident tomonidan ma'qullangandan keyin qonun hujjati loyihasi imzolanadi prezident tomonidan. Ana undan keyin qonun qabul qilingan deb hisoblanadi va e'lon qilinadi. E'lon qilingandan boshlab qonun kuchga kiradi. Agar qonun loyihasi qonunda kuchga kirish muddati boshqacha ko'rsatilgan bo'lsa, o'sha demak, o'sha muddat yetib kelgan paytdan boshlab kuchga kiradi. Mana bu do'stlar sizlarga to'g'ri juda ham murakkab. Bu narsa O'zbekistonda men o'zim opitimdan kelib chiqib aytishim mumkin. Kamida 3 oydan 1 yilgacha vaqt olishi mumkin. Har xil, hamma loyiha har xil. Vazirlik idoralari bilan qanchalik tez kelishadi o'sha demak kommentariyalar bo'yicha, boshqalar bo'yicha Qonunchilik palatasi qanchalik ko'rib chiqadi, qanchalik qonun murakkab u yoq bu shunisiga qarab 3 oydan 1 yilgacha vaqt ketishi mumkin bitta qonunni qabul qilish uchun. Tushuntiradimi do'stlar? Endi давайте dальше. Keyingisi normativ-huquqiy hujjatlarning o'ziga xos xususiyatlari bor. Deylik, normativ-huquqiy hujjatning kuchga kirishi. O'sha aytib o'tgandek, hujjat deylik srazu rasmiy e'lon qilingan kundan boshlab bilasizlar lex.uz sayti bor, mana bu ko'rsatib qo'yamiz. Bu o'sha O'zbekistondagi yagona qonunchilik bazasi. Butun qonunlar aynan o'sha lex.uzda jamlangan. O'sha lex.uzda qonun loyihasi e'lon qilingandan boshlab qonun hujjati kuchga kiradi. Bu общий установленный bir tartib, qoida, lekin deylik shunaqangi qoida bor, agar qabul qilinib turgan qonun yoki boshqa normativ-huquqiy hujjat deylik o'sha u yoki bu tadbirkorlik subyektini faoliyatiga ta'sir ko'rsatadigan bo'lsa, umuman bir viloyat qiladigan bo'lsa, demak unaqangi norma yoki normativ-huquqiy hujjatlar kamida 3 oydan keyin kuchga kirishi kerak. Shunaqangi qoida bor yoki qonunchilik hujjatini o'zida ko'rsatib qo'yishi mumkin. Mazkur norma yoki mazkur hujjat deylik 2027-yildan boshlab kuchga kiradi deb yozib qo'yish mumkin. Ana o'shanaqangi holatlarda o'sha aynan 27-yil nastupat qilgandan keyin kuchga kiradi. Yoki o'sha 3 oy o'tgandan qabul qilingandan, e'lon qilingandan boshlab 3 oy o'tgandan keyin kuchga kiradi. Umumiy o'rnatilgan tartib qonun hujjatlari rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kiradi deb o'rnatib qo'yilgan. Dальше. Normativ-huquqiy hujjatlar shaxslar doirasi bo'yicha ham amal qilinishi mumkin. Ya'ni normativ-huquqiy hujjatlar bor, O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga butun hudud O'zbekiston Respublikasi hududida taalluqli bo'lib, ularga hammaga majburiy hisoblanishi mumkin. Ayrim normativ-huquqiy hujjatlar bor, faqat chet elliklarga amal qilishi mumkin. Faqat chet el kelgan inostranslarga mamlaqa qoida o'rnatilsin desa, faqat o'shalarga. Yoki tam
fuqarolik bo'lmagan shaxslarga yoki yuridik shaxslarga, ayrim yuridik shaxslarga deylik ijtimoiy sohadagi yoki qishloq xo'jaligidagi deylik Pavloniya daraxtini ekadigan subyekt, xo'jalik subyektlariga biza taможный lьгота beramiz yoki налоговый lьгота beramiz degan qonun hujjati qabul qilinsa, bu faqat o'sha sohadagi aynan bitta faoliyat bilan shug'ullanadigan bir kichkinagina krug odamlarga, ya'ni o'sha yuridik firmalarga, o'sha ya'ni yuridik shaxslarga bu taalluqli bo'lishi mumkin. Lekin qolganlarga taalluqli emas. Tushuntiradimi? Shunaqangi qonun hujjatlari bor. Demak, O'zbekiston Respublikasi butun territoriyasi emas, deylik, Jizzaxdagi sanoat, kichik sanoat zonasi. Faqat o'sha yerdagina, o'sha territoriyadagina taalluqli bo'lishi mumkin. Mana shunaqangi xususiyatlarga ega. Demak, normativ huquq hujjati amal qilinishi ham to'xtatib turilishi mumkin. Ya'ni deylik qonun bor yoki birorta bir vazirlar mahkamasi qarori yoki prezident qarori bor. Uni qaysi bir normasi deylik mana o'sha lьгота haqida gapiramiz. Налоговый lьгота 2028-yilgacha amal qiladi deb yozilgan bo'lsa, 2028-yildan bu norma to'xtaydi, kuchini yo'qotadi. Keyin yana qo'shimcha qilib turib boshqa qonun chiqarish mumkin. Prezident qaroridagi lьгота ko'rsatib o'tilgan 4-band 2028-yilgacha bo'lgan 4-band deylik 2030-yilgacha cho'zilsin deb turib mamlakat o'zgarish kiritilsin deydi-da, o'sha muddati yana o'zgarishi mumkin. Mana shunaqangi qonun hujjatlarida ozgina xususiyatlari bor. Misol uchun o'sha men aytganimdek, normativ huquq hujjati yoki bir qismi yoki umumiy chelly bitta qonun yoki bir prezident qarori yoki bir vazirlar mahkamasi qarori ma'lum bir vaqtga to'xtatib turilishi mumkin va undan keyin yana tiklanib turib yuridik kuchga ega bo'lishda davom ettirishi mumkin. Mana shunaqangi qiziqarli xususiyatlari bor normativ huquqiy hujjatlarda. Keyin muhim narsani sizlar bilishlaring kerak, işte O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, vazirliklar va idoralar, ulardagi mansabdor shaxslar, ularning xodimlari hamda mahalliy davlat hokimiyati organlari O'zbekiston Respublikasi butun hududida normativ huquqiy hujjatlarning ijrosini tashkil etadi va ijrosini ta'minlaydi. Normativ huquqiy hujjatlarni единый nadzor deymiz, yagona ijro etilishini yagona nazoratini amalga oshirish O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori va o'sha uni tarkibiga kiradigan barcha prokurorlar zimmasiga yuklatilgan. Do'stlar, bu o'sha normativ huquqiy hujjatlar haqidagi kichkina bir darslik bo'ldi sizlarga. Bugun biz sizlar bilan konstitutsiya nima, qonun nima, normativ huquqiy hujjatlar turlari, qanaqa qilib qonun loyihalari ishlab chiqadi, qonunchilik tashabbuskorlari kim tomonidan ishlab chiqiladi, proses qanaqa bo'ladi, boshidan boshlab qabul qilingungacha nima etaplardan o'tadi, qonunchilik tashabbuskorlari hamda normativ huquqiy hujjatlar xususiyatlari haqida gaplashdik. Barchalaringga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Videoni agar tushunmagan joylaring bo'lsa, yana boshqatdan qaytib ko'ringlar. Bu juda ham qiziqarli, foydali. Endilikda bundan keyin gazeta o'zida, O'zNewsda, Kunuzda qaytadi O'zbekistonda qonun qabul qilinibdi, prezident qaror qabul qilinibdi deganda sizlar bilasizlar, что mana shunaqangi prosesni bosib o'tdi. Men o'sha aytganimdek, qonunlar o'sha Zak palata, ya'ni Qonunchilik palatasi Senat orqali prezidentgacha boradi. Prezident qaror loyihalari o'sha Kabmin orqali administratsiyaga kirib o'sha yerda to'xtaydi. Kabmin qarorlari vazirlik idoralaridan Kabminga kirib o'sha yerda to'xtaydi. Demak, juda ham qiziq mavzu do'stlar, juda ham murakkab mavzu, hammalaringga juda ham foydali. Sog' bo'linglar, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr. Bizni kuzatishda davom etinglar.